Assalomu alaykum hurmatli ishqiboz. Infotime kanaliga xush kelibsiz. Kamina Sardor Ibrahimov bugungi futbol yangiliklarini sizlarni ko'p kuttirmasdan boshladik. O'zbekiston Kolumbiya uchrashuvi boshlanmay turib mundialda rekord o'rnatdi. Futbol olamining eng nufuzli musobaqasi 2026-yilgi Jahon chempionatida ilk bor ishtirok etayotgan O'zbekiston milliy terma jamoasi hali turnirga kirishmay turib yoqimli rekordlar qayd eta boshladi. Ma'lumki, futbolchilarimiz mundialning K guruhida Kolumbiya, Portugaliya va Kongo Demokratik Respublikasi milliy terma jamoalariga qarshi bahs olib boradi. Fabio Cannavaro boshchiligidagi jamoamiz tarixiy ilk uchrashuvni 18-iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 7:00 da Kolumbiya terma jamoasiga qarshi o'tkazadi. Ayni mana shu O'zbekiston Kolumbiya uchrashuviga sotilgan chiptalar soni 74725 tani tashkil etdi. Hozircha bu Jahon Kubogidagi barcha o'yinlardan ko'p. Jumladan ochilish bahsi Meksika Janubiy Afrika 73373 ta va Braziliya Marokash 73719 ta uchrashuvlardan ham yuqori, deb yozdi o'zbekistonlik funksioner Alisher Nikimbayev o'zining Telegram kanalida. Mexikodagi afsonaviy Azteca stadioni 81 dan ortiq tomoshabinni sig'dira oladi. Ma'lum qilinishicha, O'zbekiston Kolumbiya uchrashuviga bo'lgan katta talab avvalo Shimoliy Amerikadagi yirik va faol kolumbiyaliklar diasporasi, shuningdek mahalliy meksikalik muxlislarning ochilish o'yiniga nisbatan ancha arzon bo'lgan guruh bosqich chiptalariga qiziqish bilan baholanmoqda. FIFA reytingi yangilandi. O'zbekiston 50-o'rinni saqlab qoldi. Jadvalda 1877 ball bilan Argentina yetakchilikni qo'lga oldi. Messi yetakchiligidagi jamoa ortidan Ispaniya 1874, Fransiya 1870, Angliya 1828 va Portugaliya 1767 ball bilan joylashdi. O'zbekiston terma jamoasi jahonda 50-o'rinda qoldi. Fabio Cannavaro qo'l ostidagi terma jamoamiz Osiyoda Yaponiya, Eron, Janubiy Koreya va Avstraliyadan so'ng 5-o'rinda bormoqda. Jahon chempionati doirasida ba'zi uchrashuvlar 3 yoki 4 soat davom etishi mumkin. AQSh, Kanada va Meksika maydonlarida o'tayotgan Jahon chempionati Shimoliy Amerikada momaqaldiroq va chaqmoqlar eng ko'p kuzatiladigan mavsumga to'g'ri kelmoqda. Shu sababli turnir davomida ob-havo injiqliklari tufayli o'yinlarning to'xtatilish ehtimoli juda yuqori. Bunday vaziyatlarda FIFA o'zining emas, balki mahalliy hukumat qoidalariga bo'ysunadi. AQShda uchrashuvlar Milliy okean va atmosfera tadqiqotlari boshqarmasi ko'rsatmalarga asosan boshqariladi. Qoidaga ko'ra, stadiondan 8 milya radiusda chaqmoq chaqishi qayd etilsa, o'yin darhol to'xtatilishi shart. Barcha futbolchilar maydonni tark etadi. Muxlislar esa o'rindiqlarda turib, xavfsizroq joyga o'tishi talab qilinadi. Shundan so'ng majburiy 30 daqiqalik kutish rejimi boshlanadi. Agar shu vaqt oralig'ida yana chaqmoq chaqsa, taymer nollanadi va yana 30 daqiqa kutishga to'g'ri keladi. Bunday holatlarda bitta uchrashuv o'rtacha 3 yoki 4 soatga cho'zilishi mumkin. Tarimiy. Jahon chempionati 2026 da vaziyat juda tarang. Tarimiy so'zlariga ko'ra, u Jahon chempionati 2026 atrofidagi vaziyatni juda tarang his qilmoqda. Men 3 ta Jahon chempionatida ishtirok etganman. Odatda aytishadiki, samolyotdan tushib mezbon mamlakatga qadam qo'yishing bilanoq o'ziga xos do'stona muhitni his qilasan, deydi u. Afsuski, bu safar men bunday kayfiyatni sezmayapman. Bu Jahon chempionatida vaziyat juda keskin, deya Tarimiyning so'zlarini keltiradi ESPN nashri. Eslatib o'tamiz, may oyida FIFA Eron terma jamoasiga o'z mashg'ulot bazasini AQShdan Meksikaga ko'chirishga ruxsat bergan edi. Bunga sabab sifatida Eron delegatsiyasi ayrim a'zolari AQSh vizasini olishda qiyinchiliklarga duch kelgani haqida xabar berilgandi. Shuningdek, Eron terma jamoasi har bir o'yindan so'ng darhol AQShni tark etib, Meksikaga qaytishi ma'lum qilingan. Futbol muxlisimisiz? Unda bu kanal aynan siz uchun. YouTube'da hammasini aytib bo'lmaydi. Eng issiq futbol yangiliklari, inside gaplar, transfer mishmishlari, O'zbekiston terma jamoasi va Jahon chempionati 2026 haqida eksklyuziv postlar, hammasi Telegram kanalimizda. Videoda aytilmagan qo'shimcha ma'lumotlar ham tashlab boriladi. Hoziroq bizning Telegram oilamizga qo'shiling. Telegram manzilimizni izohlar bo'limidan topasiz. Leo Messi. Argentina yarim yo'lda to'xtab qolmaydi. Argentina terma jamoasi hujumchisi Lionel Messi 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan milliy jamoa haqida gapirib berdi.
Avval aytganimdek, bu jamoa yarim yo'lda to'xtab qolmaydi. Menimcha, biz buni har qanday raqibga qarshi o'yinda isbotlab bo'lganmiz. Bu g'olib jamoa doim yanada ko'prog'ini xohlaydi. Biz bosqichma-bosqich, lekin katta ishtiyoq bilan harakat qilyapmiz, dedi Lionel Messi. Argentina Mundialda Jazoir, Avstriya va Iordaniya terma jamoalari bilan birga o'ynaydi. Norvegiya terma jamoasi jahon chempionatiga 300 kg baliq va 116 kg pishloq olib keldi. Bu haqda VG xabar berdi. Nashrning xabar berishicha, Norvegiya terma jamoasi 300 kg baliq, 116 kg pishloq va 6000 ta apelsin olib kelgan. Turnirga borgan oshpazlar orasida 1990-yillardan beri milliy terma jamoa bilan ishlagan Christian Karlsen ham bor. Ushbu tashabbusning maqsadi sportchilarga musobaqalar paytida diqqatni jamlash va natijalarni saqlab qolish uchun muhim deb hisoblangan tanish taomlarni iste'mol qilish imkoniyati berishdir. Bu amaliyot Norvegiya uchun yangilik emas. Norvegiya mundial guruh bosqichida Fransiya, Senegal va Iroq terma jamoalari bilan to'qnash keladi. AQShga kiritilmagan somalilik hakam UEFA Super Kubogi o'yinini boshqaradi. Somalilik referi Omar Artan 12 avgust kuni Zalsburgda bo'lib o'tadigan PSG Aston Villa bahsiga tayinlandi. Artan Super Kubok o'yinini boshqargan birinchi afrikalik hakam bo'ladi. UEFA bu orqali 34 yoshli hakamni qo'llab-quvvatlashga qaror qildi. Artan jahon chempionatidagi debyutini o'tkazishi kerak edi, ammo AQSh chegaralari 11 soatlik so'roqdan so'ng uning mamlakatga kirishini taqiqladi. Keyin FIFA prezidenti Infantino yosh hakamga xotirjam bo'lish va tinchlanishni maslahat bergan edi. Donald Trump AQSh terma jamoasining mundialdagi ilk o'yiniga bormaydi. Politico. AQSh prezidenti Donald Trump jahon chempionati doirasida Los Anjelesda bo'lib o'tadigan AQSh va Paragvay terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuvga tashrif buyurmaydi. Bu haqda Politico nashri xabar bermoqda. Dunyodagi eng yirik sport musobaqasi mezbonlaridan biri bo'lgan AQSh turnirdagi ishtirokini boshlayotgan bir paytda mamlakat rahbarining o'yinda qatnashmasligi e'tiborga molik holat sifatida baholanmoqda. Davlat departamentining ma'lum qilishicha, Trumpning o'rniga AQSh rasmiy delegatsiyasi davlat kotibi Marco Rubio boshchilik qiladi. Shu bilan birga Paragvay rahbari o'z terma jamoasini qo'llab-quvvatlash uchun stadionga kelishi kutilmoqda. Santiago Peña 4 kunlik tashrif bilan payshanba kuni Los Anjelesga yetib kelishi va juma kungi o'yinni bevosita arenadan kuzatishini ma'lum qilgan. Ma'lumot uchun, mezbonlardan biri sanalgan AQSh terma jamoasi jahon chempionati 2026 dagi dastlabki o'yinini 13-iyun kuni Paragvayga qarshi o'tkazadi. Eslatib o'tamiz, bugun 11-iyun kuni start oladigan jahon chempionati 19-iyulga qadar AQSh, Kanada va Meksika yashil maydonlarida bo'lib o'tadi. Turnirning guruh bosqichi 27-iyunga qadar davom etadi va unda har bir jamoa 3 tadan uchrashuv o'tkazishi belgilangan. Jahon chempionati 2026 da qatnashadigan jamoalar qancha mukofot puli olishadi? Jahon chempionati 2026 final qismining 48 ta ishtirokchi davlati o'rtasida taqsimlanadigan umumiy mukofot jamg'armasi 727 million dollarni tashkil etadi. FIFA ta'kidlaganidek, jamg'arma hajmi 50% ga oshirilgan. Mukofot jamg'armasi ikki qismga bo'lingan. 655 million dollar sof mukofot pullari va 72 million dollar jahon chempionati o'tkazilishi bilan bog'liq tashkiliy xarajatlarni qoplash uchun. 48 ta davlatning har biriga 1,5 million dollar barcha uchun belgilangan va teng summa. Mukofotlar quyidagicha taqsimlanadi. Chempion 50 million dollar, vitse-chempion 33 million dollar, 3-o'rin 29 million, 4-o'rin 27 million, 5-8 o'rinlar 19 million, 9-16 o'rinlar 15 milliondan, 17-32 o'rinlar 11 milliondan, 33 va 48 o'rinlar 9 million dollardan. Shu tariqa har bir terma jamoa FIFAdan kamida 10,5 million dollar oladi. 9 million dollar minimal kafolatlangan mukofot sifatida va 1,5 million dollar xarajatlarni qoplash uchun deyiladi xabarda. Siz nima deb o'ylaysiz, qadrli ishqiboz? Fikringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.